Hech qanday xamir qormasdan, yoymasdan shunaqa chuchvara tayyorlasa ham bo'lar ekan. 15 daqiqada birlagan chuchvara tayyorlayman deb hech ham o'ylamagandim. Jarayonni kuzating, juda ham oson. Yog'siz qiymaga bitta piyozni qirg'ichdan chiqarib solamiz va tuz, har xil ziravorlarni solib, videoda ko'rsatilgandek qilib mayda yumaloq shakl berib chiqamiz. Ikkita tuxumga tuz va 2-3 qoshiq suv solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan qiymalarni avval unga, keyin tuxumga xuddi shu jarayonni 3 marta qaytarasiz. Agar sizga yupqa xamirli chuchvara kerak bo'lsa, atigi bir martagina unga va tuxumga belab qo'ysangiz kifoya. Men bu jarayonni 3 marta qaytardim. Deyarli chuchvarachalarimiz tayyor bo'ldi. Xuddi shunday ko'rinishda bo'ladi. Qaynagan suvga sariyog', tuz va lavr bargi solamiz. Tayyor bo'lgan chuchvaralarni solib 5-6 daqiqa qaynatib olamiz. Orada 1-2 marta qoshiqda aralashtirib tursangiz ham bo'ladi. 5 daqiqada chuchvaralar tayyor bo'ldi. Xohishga ko'ra qatiq vazelin bilan bezatiladi. 15 daqiqada birlagan chuchvara tayyor bo'ldi. Video sizga yoqqan bo'lsa like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Sahifamga o'tsangiz, bundan-da foydali, mazali taomlar retsepti bor. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.